O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Hurmatli favqulodda va muxtor elchilar, sizlarni bugungi muhim tadbir ishonch yorliqlarini topshirish marosimida ko'rib turganimdan g'oyat mamnunman. Sharafli kasb egalari bo'lgan siz, hurmatli diplomatlar, mamlakatlarimiz va xalqlarimizni yaqindan bog'lovchi haqiqiy do'stlik ramzisiz. Dunyoda turli siyosiy ziddiyatlar tobora avj olayotgan hozirgi murakkab davrda sizlarning mas'uliyatli faoliyatingiz har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Barchangizni ko'p millatli mamlakatimizda diplomatik missiyangizni rasman boshlaganingiz bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman.